Bilaman dada. Xotirjam bo'ling. Hargiz yomon yo'lga kirib qolmayman. Sizga o'zimga yuz kelmaydigan ishni hargiz qilmayman. Sizmi cho'ng bo'lib qoldingiz? Navoda og'rib qolmagan bo'lsam, sizni hargizmi bundoq kunda qo'ymaydim. Ba'zi ishlarga mening qurbim yetmaydi ekan qizim. Men faqat sizning to'g'ri qaror chiqara oladiganligingizga cho'nqur ishonaman. Men sizga ishonaman qizim. Sizni hargiz to'simayman. Yana bir gap. Dadam shundoq deb yostig'ining ichidan bir kona chopinni elib, mayda yanjug'idan kichik bir parcha rangsiz rasmni elib menga tutqizdi. Bu rasmdagisi men edim. Biroq qachon tushgan bo'g'iydim. Tuyuqsiz, nihoyatda ishtiqla dadamga qaradim. To'g'ri. Bu sizning opingiz. Mendami mushu bir parcha suratini qopdi. Sizga beraman deb saqlab qo'ygan. Siz opingizga bak o'xshaysiz. Balkim hozir yillar o'tib, chiroyi o'zgarib ketgandi. Biroq suratdagidan ancha farqlanib ketmasligi mumkin. Boshqalardan anglasam, uni o'rimchida borgan deydi. Navoda uni o'chirtib qolsangiz, uningga tanishlik bering. U hargizmi boshqalar degandek undoq axloqsiz ayol emas. Dadam gapining oxirini deyolmadi. Uning nihoyatda azoblanayotganligini bilib turadi. Suratga yana bir qitim sinchilab qaradim. U haqiqatan chiroyli edi. Xuddi hiliqi doim ko'z oldimda paydo bo'ladigan farishtadek go'zal simoning o'zi edi. Bugun kech uyda qunib qoldim. Hujramga kirib, tomdagi cho'ng opamning suratiga qarab, yana cho'ng opam bilan paranglashqim keldi. Qarang cho'ng opa, bu mening opamkan. Boshqalar da'vatgan hiliqi axloqsiz, uchinchi shaxs, pastkash ayol dal mushu shukan. Uning muloyimlik yig'ib turgan ko'zlariga, sabiy turqiga qarang. Sizningcha u rostila shundoq pastkash ayolmidi? Biroq dadam undoq emas deydi. Men his qildim. Dadam hilimi uni yaxshi ko'radi ekan. Ayni chaqda u nimishqimi bizni tashlab ketgandi. Ajiba u rostila boshqa birsini tepib elib, dadam ikkimizdan voz kechgan bo'g'aymadi. Siz uni o'sak so'zlarga bardoshlik beraman dedingiz. Lekin men bu ashundoq o'sak so'zlarning orasida cho'ng bo'ldim-ku. U nima deb chidayolmaydi? Nimishqa bizni tashlab ketdi? Nimishqa? Bularni o'ylasam, uningga o'shligim keladi. Biroq har qancha qilib uningga o'sh bo'lolmayapman. Uni ko'gim ba. Uning zodi qanday qirqtirayotganligini bilgim ba. Cho'ng opam bilan uning suratini bag'rimga besib, qanig'icha yig'ladim. U ikkisining oshu jonsiz suratini quchoqlab tang otqizdi. Arzugulmi ota-onasini qayil qilgan bo'lib, ikkimiz nahiya bozorda ko'rishadigan bo'ldik. Bu qitim dadam menga pul emas, balki bir dona yonfonni qo'limga tutqizdi. O'ziga har kuni telefon qilib omonligimni yetkazib turishimni aytdi. Opam meni yana ayrim chaqirib, menga bir varaq qog'ozga yozilgan bank kartasining nomerini tutqizdi. Bu bizning uyning omonat kartasining nomeri. O'zing bilasan. Bizning uyda hozir kirimdan chiqimjiq. Ochangni o'qitmasak asli, dadangga dori olmasak asli. Yana texi ukangmi bor. Shunga har oyda oz bo'lsa-mu bizga pul selib turishni unutma. Ma'qul. Men boshqa gap qilmayla uning qo'lidagi qog'ozni elib, yanjug'imga soldim. Demisimi uning deganlarining hammasi rost edi. Bu uyning barliq jafosiga u qolgan edi. Uningga burunqidek yaxshi muomala qilmasammi, xo'sh deb oldida egilib turmasammi, uningga yaxshi ko'rinishni izlamasammi, biroq uningga o'sh bo'lolmadim. Chunki u menga o'sh bo'lgan bilan bu oiladagi boshqalarga yetkichi mehrini beradi. Ular bilan xo'shlashib uydan ayrildim.
xuddi mangu kelmaydigan joyga mangdigandek ko'nglim shunchalik yerim bo'ldi. Garchi kichigimdan bu uydan ko'nglim suyunmasimi, biroq yanada mehrim bor edi. Shunda qilib Arzigul bilan Urumchiga tinch amon yetib keldik. Tag'amning tonishtirishi bilan bir oshxonada mulozim bo'ldik. Eyga 2500 yen beratdi. 2 oy ishlab oshxona xo'jayinining menga adabsizlik qilmoqchi bo'lgani sababli u yerdan yenib chiqdik. Keyin o'zimiz bir arzon uyni ijara elib ish izladik. 2 kun izlab yurib bir kichik talla bozoridan ish topdik. Bu yerga kelgandan beri ocham bilan ko'rishib baxmadim. Dadamga dori olaman degach, oshxonada ishlagan pulimdan 3000 yenni opamga sepbadim. Hash-pash degicha bizning bu yerga kelganimizga 1 yildan oshdi. 5-oyga kelganda xo'jayin to'la bizdan qusur izlab pulimizni bermay degandek bu talla bozordan ayrildik. Bir kuni ish izlab yurib, bir kiyim-kechak shirkatining tozliq ishchisi qabul qildiganlik uchurini ko'rib, shirkatga bordik. Ular bizni qabul qildi. Biz attisdan boshlabla ishga tushdik. Bu yerda ishlayotganimizga 3 kun bo'lganda xizmatchilarning nihoyatda jiddiylashib, aldirash ishlab ketganligini ko'rib hayron qoldik. Nim bo'ldi ko'pchilik, ajab aldirash qo'sila. Sirtdan kirgan bir xizmatchi qiz shundaq deb boshqalardan so'radi. Voy Roziya, siz taqbilmamsiz? Po'lat direktor bugun komandirovkadan qaytib kelibdi. O'dil bizning bo'limga kelamish. Aradan bir qiz uning gapiga javoban shundaq dedi. Voy onamay, Po'lat direktor menga topshirgan e'lon loyihasini tex bitirib bo'lamagandim. Qanday qilaman? Onun gapini anglab Roziya degan bu qiz yugurganicha kompyuterning oldiga kelib o'ltirdi. Haras, sizlarmi bu ishxonani bek pokiz tozalanglar, ha? Bizning boshliq bekli chechan odam. Heliqi qiz bizga qarab shundaq deb qo'ygandan keyin qo'lida bir muncha materialni ko'tarib ustungi qavatga chiqib ketdi. Allah hazal biroz soatlardan keyin biz tozliqni qilib bo'lib ustungi qavatga chiqayli deb turatdik. Tuyuqsiz heliqi Roziya degan qiz sirtdan direktor keldi deb shigirab kirib edi. Biz joyimizda turibli qoldik. O keldi. Hammaylar uningdan hal so'rab salom qildi. Biz boshqalarga o'xshashlar beshimizni to'van silib, uningga salom qildik. Direktor, yaxshimisiz? Yaxshi. Ko'pchilik, sizlar o'zinglarmi yaxshi turdinglarmi? Bu ovozni nada anglagan bo'g'iydim. Asta beshimni ko'tirdim. Onunga qarab qiytibli qoldim. Cho'chiginimdan qo'limdagi dezinfeksiya suyuqligi bilan pol sirtgich yerga tushib ketdi. Biroq u meni azaldan ko'rib baxmagandek, hech qanday ifodasizla ishxonasiga kirib ketdi. Voy onamay, bu qanday bo'lib ketgani endi? Qizlarni ahmoq qilib, kechilik klublarda pulini ko'z-ko'z qilib nochilik qiladigan Po'lat boyvachcha, endi bu yerda Po'lat direktorga aylanib qoldi-ku. İçimde moşularni o'ylagach, uning keynidan hayronlik bilan qarab qoldim. Gulnaz, hey Gulnaz. Arzigulning qayta chaqirishi bilan cho'chib esimni yig'dim. Ha? Nimaga qarab shuncha hayron qoldingiz? Chaqirsammi anglamaysiz? Onunga hech nima demasdan qo'lidan tortib ustungi qavatdagi tozliq uyga akirdim. Atrofga bir qaravatgandan keyin u yiliqi men sizga gapin qilgan Po'lat boyvachcha shu ekan dedim. Arzigulning hayronlikda og'zi yumilmayli qoldi. Voy onamay, nim deydigansiz? U degan bu shirkatning xo'jayinining o'g'li, e'lon tashviqot bo'limining direktori ekan. Qandaqsiga u bo'lib qoladi? Xato tanib qolmagansiz, ha? Yo'q, rost deyapman. Hargiz xatolashmadim. Naq o'zi. Biroq u meni tanimaganmidi yoki qasddan tanimasga silib olganmidi? Balkim u taniydigan qizlarning ko'pligidan unutib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin ishonamanki, u rostla ashu Po'lat shu. Başqa odamni xato tanib qolsam qolamanki, uni hargiz xato tanib qolmayman.
Men pastiki uning ishxonasi tarafga qarab turib, bir xil qat'iylik bilan shundoq dedim. Tushdan keyin Arzigulning mijozi yo'q bo'lib qilib qaytib ketdi. Men bo'lsam, ikkimiz qilishga tegishli ishlarning hammasini o'zim yolg'iz qilib, sal kashroq qoldim. Uyga qaytish yo'lida ikki lukchak oldimni to'sidi. Voy, go'zal qiz, birga o'ynab kelamdoq. Neri turish? Men shundoq deb ularni yondab o'tib ketmoqchi bo'ldim. Ular yana oldimni to'sgan edi. Keyni tarafimdan tuyuqsiz. Voy, qaltisqa birodar. G'o'jakangning odamiga cheqilg'idek bo'ldingmi? Men ishtik keynimga qaradim. U boshqa bir emas, dal Hilqi Po'lat boyvachcha. Atdiganki Po'lat direktor edi. Yo'q aka, biz mundaqla deb qo'ygan. Biz qaytqash turaylik. Ular Po'latni ko'ribla, o'diqqinidan shundoq debla darhol ketib qilishdi. Rostilla sizkansiz a? Shundoq. Nim bo'ldi? Ko'zingizga ishonmayapamsiz? Biroq atdigan meni tonimasqa selyapmamdingiz. Kim sizni tonimasqa selyapti? Boshqalarning oldida gap qilg'im kammi shu? U shundoq degach, tamakisini chiqarib o't tutashtirishga boshladi. Uning bu xil pozitsiyasi meni texmi jili qildi. Undaqda hozir nima deb gap qilasiz? Kaynimda nima bor sizga? Voy, bu yo'lda sizla mangmaydigansiz. Yana kelib, agar men gap qilmagan bo'lsam, siz ularga allaqachon bo'zak bo'lib qolgan bo'lardingiz. U bir xil bezanglik bilan shundoq deb oldimda qarab turadi. Ha, xeyli yuzingiz cho'nkan. Boshqalar sizni ko'rsa badar qochadi ekan. Albatta. Bu shaharda men Po'latni tonimaydiganlar yo'q deyarlik. Navoda yana mushunda qishqa uchrab qolsangiz, o'zingizni mening odamim desangiz, ular sizga hargiz adabsizlik qilmaydi. To'la bildirlamang. Salohiyatingizga tushliq ish qilsangiz bo'lmamdi, hurmatli direktor. Men shundoq deb uni teriktirmoqchi bo'ldim. Ras. Bu yerga qanday gap qoldingiz? U gapni boshqa yoqqa burvatdi. Nima deb kelatdim? Ishlayman deb kelaman-da albatta. Yeliq kuni uyingizdagilar sizni tillab ketmagan-da? Uning ashu kundagi ishni tilga elishi nervimni texmi o'rlatdi. Sizning nima qaringiz? Neri turing a? Uni ishtirib etib ketmoqchi bo'ldim. U kuni ozroq mas bo'lib qopti ekanman. Shunga ota-onangizning oldiga kirgim kelmadi. Asli atisi kelib tushuntirib qo'yay degan edim. Biroq dadam to'yiqsiz jiddiy chaqirtib keldi. Shundan keyin u tarafga berishga vaqtim yetmadi. Xeyli ko'p azor yegansiz aqchon. Kechiring. Lekin bugun bu yerda sizni uchirtib kelib, bakli xushal bo'ldim. Ras. Tuyuqsiz uning degan bu gapi meni texmi hayron qoldirdi. Men azaldan uni bundoq gap qiladi deb o'ylabmi baxmagan edim. Chunki o'zining pulining ko'pligi bilan bir qizning nom obro'yini dafsanda qilgan bundoq odamdan vijdon, axloqdan so'z ochqili bo'lmaydi deb qaraydim. Men rost deyapman. Rastilla sizdan, ota-onangizdan kechirim so'rag'im bor. Yezilarning bizning bu yerga o'xshamaydiganligini, kichikkina bir ishningmi noyita tezda mahallaga pur ketadiganligini, nam atoqning qizlar uchun intayin muhim ekanligini obdan bilaman. Asli mening unda qilg'im yo'q edi. Biroq sizni ketkizib olsam, ularning oldida mening yuzim qolmaydi-da. Yuzim qolmaydi? Acaba sizning yuzingiz texi to'y qilmagan bir qizning nom otig'idanmi muhimmi? To'g'ri. Yeliqi Tursun degan hayvonning qo'lidan meni qutqizib oldingiz. Lekin meni qutqizib olgan turib, yana o'xshashli meni u yerda tutib qoldingiz. Shunga men sizga o'sh, sizlardek nomardlarga o'sh. Bilamsiz,
Şuna sizden hergiz minnatdor bo'lmayman. Sizga hergiz rahmat aytmayman. Sizlardek o'zini erkak sanaydigan namertlarning sababidan men pokligini yo'qotgan deb qaralib, mushu kunga qoldim. Buni bilamsiz? Uning gaplarini anglab, o'zimni tutib ololmay, uningga bir muncha gaplarni qilib atgandan keyin uningga xo'shmi demay ketib qoldim. O'zimning to'g'ri yoki xato qilganligimni bilmayman. Uyga kirib, Arzigulga chandirmaslik uchun hech bo'lmagandek kulib o'ltirdim. Kechda uxlay deb tursam, telefonimga qisqa uchur keldi. Qarasam, notanish nomer ekan. Uchurni ko'rib, yana hayron qoldim. Men Po'lat. Biz do'st bo'lib qolaylik. Bo'lamdi. Meni mushu birlik etim kechirib o'ting. O telefon nomerimni qanday bilgandi? Men javob qaytarmadim. O mu qayta xat yozmadi. Atisidan boshlab o hadisala keynimda yurdi. Har kuni necha 10 tal qisqa uchur yozib bo'ladi. Ba'zilariga javob qaytaratdim, ba'zilariga qaytarmaydim. Shunday qilib, bizning munosabatimiz bara-bara yaqinlashib, do'st bo'lib qoldik. Gapimiz bir yerdan chiqatdi. O menga bakli ko'ngil bilatdi. Gerçi men bir tazliq ishchisi bo'lsam-mu, biroq u meni tuban ko'maydi. Menga nihoyatda echilib muomala qiladi. Ishdan sirtqi vaqtlarda bir-birimizning ismini udil atishatdik. Men bu yerda tazliq ishchisi bo'lib 2 oy bo'lgan bir kuni uni 40 yoshlar atrofidagi bir ayol izlab keldi. O ayol bilan xeyli uzun paranglashib, u ayol ketishiga texi o'qish bitirib bu shirkatga ishga tushgili bir yilmi bo'lmagan Raisa ismli bir qizni ishxonaga chaqirdi. Birdamdan keyin u qiz yig'lig'inicha ishxonadan chiqib, bir narsalarni yig'ishtirib ketib qoldi. Men bekla hayron qoldim. Kechda uning bilan paranglashib, nemish bo'lganligini so'rab beqishni o'ylab turatdim. U ko'nglimdagini tepib olgandekla sirtqa chiqib birdam aylanib kelishimizni aytdi. Biz mashinada xeyli uzun mangdik. O to'xtay demaydi. Men jiddilashib uningdan so'radim. Nega borimiz? Bilmayman. Faqat siz bilan mushundaq birdam aylangan bor.